O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Naqd pulda uy-joy, avtomobil oldi-sottisi bekor qilinadi. Prezident farmoni. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 2026-yil 1-apreldan quyidagilar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar: elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transportlarning zaryadlash bo'yicha xizmatlar, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar, ko'chmas mulk obyektlari, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifaga kiruvchi transportlar hamda maxsus avtotransportlar vositalarini sotish va sotib olishlar kiradi.